Bu qiz hayotiy maslahatlarni biladi. Sizdan yashirilgan foydali maslahatlar bilan tanishing. Agar oq kiyimlaringiz sarg'ayib ketsa, ularni tashlab yubormang. Buning o'rniga ularni iliq suvga solib, tish pastasi, tuz va yuvish vositasini qo'shib 10 daqiqaga namlang. Yengil ishqalab, yaxshilab chayib havoda quriting. Ular yangidek ko'rinadi. Agar kesish taxtangiz iflos bo'lsa, ustiga suv sepib, tuz qo'shing va artib yuboring. Kuchli dog'larni olib tashlash uchun iste'mol sodasidan, dezinfeksiya qilish uchun esa sirkadan foydalaning. Keyin uni qaynoq suv bilan chayib tashlang. Yumush taqinchoqlarni tozalash uchun alyuminiy florga tish pastasi, tuz va sirka solingan qaynoq suvga soling. Taqinchoqlaringizni qo'shing, aralashtiring va ular yana yarqiraydi. Yog'li dog'larni ketkazish uchun ularni tuz va idish yuvish vositasi bilan ishqalang. Dog'lar yo'qoladi. Agar rafiqangiz sochiqlaridan yomon hid kelayotgan bo'lsa, ularni qaynoq suvga solib, tish pastasi, tuz va yuvish vositasini qo'shib 15 daqiqaga namlang. Yengil ishqalang va ular yana yangi hid taratadi. Agar bu maslahatlarni eslab qola olmasangiz, saqlab qo'ying va keyinroq qayta ko'rib chiqasiz. Bu maslahatlar haqiqiy va foydalidir. Yana shu kabi kontentlarni ko'proq ko'rishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'ling.